Assalomu alaykum do'stlar. Tornado tuningda navbatdagi Damas mashinasi olib qolgandik. Bu mashinaga 5 million so'mga qilib bergan ishlarimizni video davomida ko'rsatib o'tib ketamiz. Mashinamizning egasi o'zlari Rossiyada ekanlar, yozmalar olib kelganlar. Hop. Xudo xolasa chiroyli qilib bitkazib berdik. Hop, 5 million so'mga qilingan ishlar. Birinchi navbatda qilgan ishimiz shumkasi bo'ldi. Pol qismi hamda eshiklari 7 ta apshkasini tagiga shumka qilingan, pol qismi shumka qilingan. Bir sloy shumkadan yaxshisidan chiroyli qilib urib berganmiz. Shumka qilingan. Eshik apshkalarini qilib berganmiz. Eshik apshkalari shunaqa qora hamda qizil koja bilan kombinatsiya qilib ishlab berilgan. Skromniy variantda chiroyli qilib ishlab berilgan. Qizilni ham ko'p qo'shganimiz yo'q. Juda bir go'zal bo'lib chiqdi. Bu o'zi yangicha fason bo'ldi. Zo'r bo'lib chiqdi. Ikki oldi shunaqa fasonda bo'ldi. O'rtalari ana bunday fasonda bo'ldi. Orqalari bir xil tep-tekis qorada ishlangan. Eshik apshkalarini qilib berganmiz. Hop, sidenach hol tikib berganmiz. Sidenach holimiz o'rtasi alfa setkalik, yonlari, pastlari kojamiz zo'ridan ishlangan. Bo'yinga yostiqchalari bilan bel beradigan qismiga podushkalar qo'yib berganmiz. Doполнительный quchoqlab oladi, maza qilib minalar, xudo xolasa. Hop, o'tiradigan qismiga esa o'tiradigan qismini 4 sm ko'tarib berganmiz. Juda bir muloyim bo'lgan, maza qilib minadilar, xudo xolasa. Orqalarigacha tikib berilgan sidenach holimiz. Sidenach hol qilib berganmiz. Linoleum qilib berganmiz. Linoleumimizni bu rulni tagini kesmasdan chiroyli qilib o'tkazib berganmiz, xudo xolasa. Yonlari bilan har doimgidek yopib berganmiz. Linoleum bo'lgan. Hop. Roliga tikib berganmiz. Roli o'z podarkasiga bo'lgan bu. O'zi aslida 80 minglik, 100 mingga tikadigan narsamiz. 2 sm machalkadan qalin qilib tikib berilgan, redline qilib, chiroyli qilib ishlab berilgan. Malibbar qo'yib berganmiz. Usti akvaprintlik, kojalari yaxshisidan bo'ladi. Patologni ishlab berganmiz. Patologimiz shu salonga moslab qizil iplarda tikilgan koja bilan yopishtirib berganmiz, chiroyli qilib. O'rtadagi stoykasini ham qoraytirib berganmiz kojadan. Patologimiz chiroyli bo'lib chiqdi. Tepasiga bar qo'yib berganmiz. Barimiz knopkachalari bilan qo'yib 3D bar deydi. Juda bir chiroyli yonadi. Nimasi, despesi juda qalindan bo'ladi bu barimiz. Mustahkam bar, g'irchillab qolmaydi, xudo xolasa. Unga kolonka qo'yib berganmiz. Kolonkamiz adashmasam Pioneer 600 talik bo'lishi kerak. Hop, signal qo'yib berganmiz. Malibu signalni qo'yib berganmiz. Bunga yana qilib beradigan ishlarimiz oyoq tagiga shu 5 million ichida rezinkalarni tashlab beramiz. Xudo xolasa 6 talik komplekti bo'ladi rezinkasi. Shu ishlarni qilib berganmiz 5 million so'mga do'stlar. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, adresimiz Buxoro viloyat Jondor tumani, Daryoning ro'parasida joylashgan, Sakadiska magazinidan yonma-yon joylashgan. Bolalar Musqon maktabining ro'parasida joylashganmiz do'stlar. Yoki aloqa nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib ochrat olishlaringiz mumkin. Yoki bu chiqovlarga yoki apshifkalarga, viloyatlarga dastavka qilib berish kerak bo'lsa ham qilib beramiz. Hech qanaqangi muammosi yo'q, chiroyli qilib beramiz. Salomat bo'linglar do'stlar.